Hurmatli Prezidentimizning joriy yilning 19-maydagi respublikada sog'liqni saqlash tizimini va aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish tamoyillarini takomillashtirish orqali sohani izchil davom ettirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 88-sonli farmonlarni ijrosini ta'minlash maqsadida 185-sonli qaror qabul qilindi. Bunda bir qator maqsad va vazifalar belgilab berildi. Xususan, joriy yilning 1-iyul sanasidan boshlab respublikaning 15 ta tuman shaharlarida, jumladan G'ijduvon tumanida tajriba sinov tariqasida sog'liqni saqlash tizimini tashkil etishning yangi modelini joriy etish doirasida sog'liqni saqlash tizimini takomillashtirishning asosiy maqsadlari belgilab berildi. Shulardan 3 ta asosiy yo'nalish belgilab berildi. Birinchisi raqamlashtirish, ikkinchisi tibbiyotdagi 90 kunlik o'zgarishlar vaqti va uchinchisi G'ijduvon tajriba sinov loyihasini joriy etishdan iborat. Shulardan birlamchi tibbiy sanitariya muassasalarida ularning tibbiy xizmat sifati va samaradorligini oshirish. Keyingisi Sog'liqni saqlash vazirligining tuman darajasidagi bo'linmalari, oilaviy poliklinikalar, markaziy shifoxonalarning funksiya va vazifalari, shuningdek aholi va tibbiyot o'rtasida huquq va majburiyatlarni belgilashdan iborat. Shu bilan birga aholini individual davolash bo'yicha kafolatlangan paket doirasida zarur dori vositalari bilan bepul davolash. 10 kilometr uzoq masofada joylashgan oilaviy poliklinikalarda sayyor tibbiy xizmatni tashkil qilish. Sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish bo'yicha ishlarni amalga oshirish. Muhtaram Prezidentimizning farmonlarini bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, ushbu farmonlar natijasida birinchi navbatda aholiga tibbiy xizmat sifatini yanada oshirishdan iborat. So'ngra tibbiyot xodimlari uchun munosib haq to'lash tizimini joriy etish va ular uchun munosib shart-sharoitlar yaratishdan iborat. Bundan tashqari aholiga birlamchi tibbiy xizmatni yaqinlashtirishdan iborat.